Assalomu alaykum hammaga, uzoq yaqindagilar va musofirdagilar, hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar, hammalaringiz yaxshimisizlar? Sog'lom yursizlarmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Anomal issiqdan sog'lik, salomatlikda o'tib olyaptimizlar. Xorazmdan dim issi, dim emas, dimma-dim issi, to'g'risi. Shuning uchun bugun bir 18-iyul kuni 2026-yil chislani aytib o'ting. Bir tovuqdan sho'rva qilasim keldi. Tavuk sho'rva, ya'ni uyda boqilgan tavuk go'shtidan, shu tavuk sho'rva qilajak edim sizlar bilan g'oyibona uchrashish maqsadida, sizlar bilan birgalikda. Buning uchun hozir suv qo'yib berdim. Suv sovuq, qaynagan suv emas. Shunga hozir shu tavuk go'shtini solib beraman. Shu joylarini dan qaynab chiqishini kutamiz. Endi o'zlaringiz yaxshimisizlar? Sog'lom yuribsizlarmi? Xorazmdan keldingiz, Xorazmdan ham video roliklar oling degan obunachilarim, kuzatuvchilarim, sizlarga kattakon rahmat. Hamisha sog' omon bo'lgaysizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yo'l davomida duo qilib, oxirgi video roligimda kommentariy yozgan hammalaringizga rahmat, qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun. Uzr, hech biringizga javob yoza olmadim. Sababi kelgandan keyin issiqda ham endi mehmonlar keldi, ketdi bo'ldi. Dokument ishlarini qildim ozgina. Shuning uchun qizimni o'qishga olib borib topshirtirishga harakat qildim. Shu ishlar bilan band bo'lib javob yoza olmadim. Ham bir YouTube uchun video rolik ololmadim sizlar uchun. Endi xudo xolasa bonimda harakat qilamiz, vaqt topsha, imkon topsha, o'xshama ovqatlar bilan yanamda davom qildirishga harakat qilaman, sizlar bilan g'oyibona uchrashishga. Hozir endi ovqatni qaynab chiqishini kutamiz. Sho'rvamiz ham qaynab chiqdi. Endi ustindagi ko'piklarini olib olamiz. Setka yordamida. Sababi bu ko'piklar asma sho'rvada bizda kerakmaydi bizara. Xorazmda shuningdek tovuqdan, mol go'shtidan ishini qilib qilingan sho'rvalarni, ya'ni qaynatma sho'rvam deb aytiladi hamda asma sho'rvam deb ham aytiladi. Bu asma sho'rvani miltillatib, past olovda qaynatib qo'ygan yaxshiroq. Hozir men bu tovuq sho'rvani 1 soat xohlasangizlar, vaqtlaringiz bo'lsa 1,5 soat, yo bo'lmasa eng ko'pi shu 1 soat yetadi o'zi pishish uchun. Qaynatib qo'yish kerak bo'ladi. Ko'proq qaynasa, miltillatib qaynatib qo'yasizlar, mazasi bir boshqacha bo'ladi. Mana ko'pikini shunday olib olamiz. Sho'rvani ko'pikini olib bo'lganimizdan keyin endi o'zimizga kerakli yoki bo'lmasa yakadon sabzavotlar solamiz. Men hozir navon solacakman. 1 dona gashirni doğrab oldim, 3 dona kartoshkani doğradim, 2 dona bolgar burch, menda faqat go'k, ya'ni yashil bolgar burch bor edi, shundan foydalanyapman. 1 dona piyoz, mana yarim dona pomidor. Karamam salasım geldi, vitaminlara boy bo'lsin deb. Bismillahirrohmanirrohim. Yana bir marta aytib o'tamiz. Endi bu narsalarimiz sig'am ekan, dolib ketsaydi qaynasa. Shu narsalarni solib qaynatmoqqa qo'yib qo'yaman. Chesnok 2 zubchik. Az kartoshkalarni solib, hammasini bir vaqtda solib beraman. Aylantirib, ariyandan sol denglar. Menda petrushka bor ekan, ukrop bo'lsa yanada yaxshi. Shuvit, uzr. Astan qo'yib qaynatamiz, shuning uchun dökülüp ketmaydi. Qizil bolgar burch yo'q ekan, bolgarskiy, keyin sari yo'q. Sababi issida magazin chiqib kelasim yo'q. Uyda bu narsalardan qilyapman. Bilasizlar, hamisha shu uyda bu narsalardan qilishga harakat qilaman. Ina. Keyin ozgina tuz solib beramiz endi. İşanaslan telefonum gaz yanında вообще kızıp ketib turibdi. Hal o'zlaringizni tasavvur qilaveringlar. Dim issidanimcha bor. Hozircha shuningdek tuz solib turaman. Lavr bargi solsangizlar ham bo'ladi. Hozir qarab ko'raman, uyda bo'lsa solaman. Hali ko'p narsalarni olishga ulgurmadim.
öyə xudo xalasa sekin-sekin issiqlar qaytaversa alıb başlayman. Səbəbi yaşamağımdan keyin bu öydə köp narsalar alınmaydı. Yaşamağınızdan keyin özü heç narsa yox desem hem boladı. Hazır şu ülgürgenimçe, xaracat qılğanımça alıp gələn narsalarimdan faydalanıb durubman. Hörmətli abunəçilərimiz, şoramızdan qaynab çıxdı. Lavr bərgi tapmadım. Şunun üçün salmayımız. Əgər bolsa salıverəsiz öyünüzdə. İndi universal zıravardan ham salıbərəmiz azğına. Keyin qaynatışa qoyub qoyamız. Aytıb ötkənimdeyim 1 saat, 1,5 saat davamında salavda qaynatıb qoyamız. Hörmətli abunəçilərimiz, hazır kommentariyada gələn savollar cavab verib ötüşünü istədim. Şu fürsətdən faydalanıb ovqat pişiriş jarayonunda, səbəbi Özbəkistana gələnimdən bana hələ sizlər bilən bir video rolik arqalı didar görüşmədik. Şunun üçün kommentariyalara cavab yazıb bilmədim və video rolik arqalı cavab qaytarıb bilmədim. Yəni qızınızı qaysı oxşa tapşırtırdınız deyən savol yollanıbdı ekan. İndi həm qızınızı nə üçün Rusiyada durub onlayn Özbəkistana tapşırtırmadınız, nə üçün ülgürüb bilmədim dediniz deyən savollar ham gəlibdi. Befarq olmay yazğalarınız üçün kəttəkən rəhmətlərimi aytıb ötəmən sizlərə. İndi nə üçün onlayn tapşırıb bilmədik? Səbəbi Rusiyada 27 iyun günü attestatlar tasdiqlanıb, 27 iyun günü qəbul qıldı oxucular kollarına. Şunun üçün bizə 25 iyunadan dokumentlər qəbul qilish Özbəkistan Dövlət Universitetlərinə bizə şunun üçün ulgurib bilmədik. Lekin o'qituvchilarni 25 iyun saat 12:00 gacha agar attestat tasdiqlansa, hech bo'lmasa seriya nomerlarini aytinglar bizlarga iltimos deb iltimos qildim, lekin afsus tasdiqlanmagandan keyin ular bizlarga seriya nomerlarini aytolmadi va biza davlat universitetlarini O'zbekistondagi dokument topshirib bilmadik, ulgurib bilmadik. Shu bilan ana dokumentlar qolib ketdi. Lekin qizim 11-sinfdagi topshirgan ekzamenlar bo'yicha Rossiyada kontrakt bo'yicha universitetda, o'zi istagan universitetga kirib bilish imkoniyatiga ega edi. Shunday bo'lsa-da, men bana O'zbekistonga kelishga qaror qilib, qizimni olib keldim. Endi 3 kun burun O'zbekiston Respublikasi Davlat Universiteti, ya'ni Urganch Davlat Universitetine borib ma'lumot olishni istadim yanada. Ya'ni bu yil частный xususiy universitetlarga topshirib tursak, keyingi yil 2-kursdan oladimi deb yanada ishonch hosil qilish uchun bordim. Kommentariyada yozib qoldirgan ekanlar, bir opamiz kattakon rahmat, ya'ni 2-kursdan oladi deb. Bu yerdan shu ma'lumotni aytib o'tdilar. Ya'ni bu yil частный universitetlarda o'qib tursak, keyingi yil xudo xolasa 2-kursdan imtihon asosida agar yig'ilgan ballar yetsa qabul qilishlarini aytib o'tdilar. Shuning uchun keyin men Urganch Davlat Universitetidan Urganchdagi Ranch universitetine geldim. Ko'pchilik shuni tavsiya qilibsizlar Ranch universitetini. Kommentariyada rahmat. Shuning uchun Ranch universitetine borib, Ranch universitetindagi ingliz tilini Yevro gruppasini topshirishga, shunga ahd qildik topshirishga. Yevro gruppasida rus tilida olib boriladi ekan darslar. Ingliz tili o'qituvchisi shu filologiya. Şu fakultetine topshiradigan bo'ldi. 1 yillik kontrakt bahası 15.695.000 so'm, shuningdek bahoda ekan. Endi hali dokumentlarni topshirmadik, sababi qizimning attestatini yagona dachada perevod qilishimiz kerak ekan o'zbek tilini. Shuning uchun biza dokumentlarni topshirmay qaytib keldim. Yagona dachaga bordim. Yagona dachada perevod qiladigan inson Toshkentga ketibdi ekanlar. Endi shularni kelishini kutib turibman. Xudo xolasa nasib qilsa, endi birinchi kunmi, shu ikkinchi kunmi qaytib kelsalar, perevod qilib, qaytadan shu Ranch universitetini Yevro gruppa ingliz tiliga topshiradigan bo'ldik. Xudo xolasa nasib etsa. Yana agar fikrimizni o'zgartirmasak, qizim o'zi rus tilini istab turibdi. Endi men rus tilini bilasan, shuning uchun ingliz tilim bo'lsa yaxshi bo'lar edi deb shu ingliz tiliga deb endi aytib turibman, ko'ramiz. Agar yaxshi deb o'ylab ko'raman dedi. Agar o'ylab ko'rib yoqsa, albatta ingliz tili, agar yo'q desa, zo'rlash yo'q, albatta o'zi istagan narsaga kirzamiz, xudo xolasa nasib etsa. Shuningdek ma'lumotlar, shuningdek hozirda oxirgi vaqtda shu o'qishga bordim.
universitetlere bardım. Şu Urganchda şu görüp, gaplashib ko'rib, maslahatlar alıp şu qarara gelib, hazırda duribmiz endi. Xudo xolasa, keyingi jarayonlarni ham sizlar bilan birgalikda bo'lishib boraman. Agarda yana sizlardan takliflar bo'lsa, kommentariyada kutib qolaman. Agar to'g'ri qilayotgan bo'lsak, to'g'rimi, xatomi, buni ham sizlardan fikrlaringizni, mulohazalaringizni kutib qolamiz albatta. Ovqatimizni pishirishda davom qilamiz. Endi ovqat jarayonida aytib o'tdingiz desangizlar, hozir menda boshqa vaqt bo'lmay turibdi. Shuning uchun ovqat pishirish jarayonida shu ma'lumotlarni so'ragan insonlarga yetkazib qo'yishni istadim. Savollarga javob yo'llashni istadim. Buning uchun to'g'ri tushunasizlar deb o'ylayman meni. Hurmatli obunachilar, enas ovqatimizdan ajoyib bo'lib, mazza bo'lib qaynab turibdi. Mazza bo'lib. Pishirishda davom qilamiz. Astandan qaynasa, sho'rvaning rangi dum ne bo'lib ketmaydi, nav desa bo'ladi. Ishqib tunib chiqadi sho'rvaning rangi. Xudo xolasa nasib etsa ko'ramiz. Ovqatimiz ham qaynab turib tayyor bo'ldi. Hurmatli obunachilarimiz, endi idishlarimizni suzamiz. Hozir buning uchun tovuq go'shtini olib olamiz, sababi bo'lish kerak go'shtlarini. Bo'lib olamiz hozir. Baribir домашний tovuqning ta'mi mazali bo'ladi. İlk alıp verin. Azgına zelinem doğradım. Uyda hazır. Apam, ben, kızımız. Üçümüz yaşap durmaz. Apam yani anacanım. Didarlarına doyup alayında bir yıldan bana. Neçel vaqtda qaytdınız, adaletdə sorğanlar üçün bir yılda qaytdım. Bu safar Rossiyadan. Şunun üçün apamın yanında bolavering deb 3-4 gün bo'ldi. Apam yanında bo'libdi. Xorazmda apa deymiz. Az arq tovoqlarni olib beramiz. Şimdi salıp alamız şorvanı. Teyini uçuş yardımda yok. Bismillahirrahmanirrahim. Pomidorunu ezip verdim azgına. Bir tane burçundan. Keremlerim pişip gitti. Yine hürmetli abonachilarimiz kelaverasizlar sho'rva ichmakka. Hozir yuzini zelen. Yine issiq olamı, soğuk olamı ish qilib
Bir şorba içəli dedik Xorazmning issisindan. Şu günləri issi bolsak ham yetirgandan şükür. Kolum ağzıma pişdi. Doğrumu bu günlər ham kimlər yetdi, kimlər yetmədi. Şunun üçün yetirgandan şükür. Hörmətli abunəçilərimiz, şurada isə videorolikimizni yakunlaymiz. Sizlərə sağlıq, salamatlik, bizlərə yoqimli ishtaha tilagan holda. Uzaq yaqindagilar sizlar sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar. Musofirdagilar kesalaringizga dollarlar, yevrolar tilab qolaman. Hamisha sog' omon bo'gaysizlar. Allohim panohida bo'gaysizlar. Kimni farzandi o'qishlari topshirish uchun harakat qilib, ekzamenlarda o'tib birgan bo'lsa, grant asoslarida o'qishlarga girishlik nasib ro'za aylasin. Hammalaringizni farzandlaringiz baxtlaringizga sog' omon bo'lsin. O'zlaringiz esa Allohning panohida bo'gaysizlar. Keyingi videoroliklarimizda g'oyibona ko'rishguncha xo'sh deb qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Borlaringizga shukr.